Jahon chempionligi kubogini qo'lga kiritmas edi. Biroq qasos qiyomatga qolmadi. Oradan 44 yil o'tib, Angliya va Germaniya Jardagi jahon chempionatida yana o'zaro to'qnash keldi. Ammo bu safar adolat to'qmog'i egilib-bukilib inglizlarni boshini yordi. Hisob 38-daqiqalar atrofida 2-1 nemislar foydasiga hal bo'lib turgandi va shu payt Frank Lampard o'zini super zarbasini yo'llaydi. To'p esa chiziqni kesib o'tadi, lekin hakam buni ko'rmaydi. Vaholanki VAR yoki GLT texnologiyasi o'sha o'yinda bo'lganida hisob tenglashar va balki inglizlar mag'lub bo'lmas edi. Lekin afsuski, taqdir o'z hazilini kutilmagan vaqtda qiladi. Qissadan hissa qilib aytish kerakki, inglizlarning jahon futboli tarixidagi bu ikki o'yini juda ko'p muhokamalarga sabab bo'ladi va 2014-yili GLT, 2016-yilda bo'lsa VAR texnologiyasini futbol olamiga tug'ilishiga sababchilardan biri qiladi.